Assalomu alaykum hurmatli baqaloqlarim. Endi bugun men va nihoyat sevimli Marg'ilonimga keldim men bugun. Bugun xudo xolasa yayilmadan to'yda biz mana kuyov bolani. Endi bu kuyov bolani bugun tug'ilgan kuni deyapti. Nima deydi? Uylanish kuni tug'ilgan kun bilan bir xil kun ekanda. Bugun sening tug'ilgan kuning. Tabriklayman do'stim. Mana bola bugun svidetel xudo xolasa. Aka, endi tilaklarni daridan bo'lsin endi. Siz o'rtaqsizlar, sinfdoshmisizlar, qanaqasizlar? O'rtaq, ko'chada o'rtaq. Endi qani bitta zo'ridan tilaydi, u daridan hamma eslab qoladiganidan. O'rtaq, tabriklayman. Xudo xolasa, qo'sha qarib, o'zlaringdan ko'payib, zo'r bolalar bo'lishsin, tarbiyali bolalar bo'lishsin, tabriklayman. Birinchisi o'g'il bo'lsa, o'g'il. Bering aka, men operatorda ham olaman-da, hozir yangitmanglar. Mana tilaklarni ko'rdilar, zo'rlarini. Hozir so'raylikchi, nima uylanganmi, yo'q, uylanganmisiz yo'q? Yo'q. Battar bo'lgan bo'lsa, meniki lentim ekan. Xudo xolasa sizga ham kelaman shunaqa qilib. Ayazdan tortib olib ketamiz bo'ydali safidan. Keyin kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshi. Endicha 5-10 minut ag'va bo'lar ekan-a, baribir iloji yo'q ekan-a. Kelin so'kmadilarmi? Ukajonim, sizni tilagingiz o'tadi. Mana hozir uylanmagan. Endi Marg'ilonimiz o'zimiz bolalariga endi bitta qanaqa bir ko'ngildagi gap. Ko'pchilik uylanish mazdada boryapti, lekin. Hamma yo'qdan. Nechinchi yil? 2002. 2002, 2001larda bu yil rekordi shekilli. Hamma shu 2002, 2001lar to'yini o'tkazyapman. Qo'yilami. Nima mavsumlaring kelibdi, haqiqatdan ham. Bitta ham haligi 2001 dona uchrab qoldi, bitta 2006da, qolgani 2001, 2002-yillar xudo xolasa. Hammalaringizga shunaqa bir baxt tilaymizki, ashkiyo bolalarga xursand bo'lib yurishlik. Mashina nima deyapti, jigar? Ko'nglingizdagidaymi? Akam ham xizmatdalar mana xudo xolasa. Xizmatda yoryapmiz, lekin kuzatib borganlaringiz uchun mingdan ming tashakkur aytamiz, xudo xolasa. Shu bolalardaqa baxtli bo'lib, baxt mashinasida ketishlik hammalaringizga nasib qilsin, xudo xolasa. Biz shuni tarafdorimiz, harakatdamiz. Kuzatib borganlaring uchun rahmat. O'sha prosta eshikni ochib berdingizmi? Ishingiz tugaydi o'sha. Siz o'tib ketaverasiz. Qarab, ko'p kuyov bolalar qarab qoladi-da. Mana xudo xolasa bugun biz Oltiariqda xizmatdamiz. Mana hozir kuyov bolaga instruksiyalarni berdik. Xudo xolasa kayfiyatlar ming, endi uylanayotgan odam bilasizlar kayfiyatini. Sizlar ham shunaqa holatga tushsanglar battar bo'linglar deb aytaman. Kuyov bola, kayfiyatlar Yaxshi, choy xudo xolasa. ancha bo'ldi. Siz bilan dogovor qilganimizga mashinani shukillar yetib keldi. Ishtimaga ulgurmadingiz ham mana. Aytdimi, bo'ladi bunaqasi deb. Xudo xolasa hammasi. Iloyim eng mustahkam baxt egasi bo'ling. Oltiariqda eng ko'zi ko'ringan insonlardansiz, lekin undan ham zo'r bo'lib, xudo xolasa hammani nima deydi? Yaxshi kayfiyat ulashib beradigan, hammaga yaxshi kayfiyat ulashib beradigan inson bo'lib yuring. O'g'ilmi, qizmi birinchisi xudo xolasa farzandingizda ham kelib xudo xolasa xizmat qilishlik nasib qilsin, ha? Yaxshi niyat. Endi men uylanmayotgan bechoralarga ham bitta tilak qilib qo'ying, bir sizniki o'tadi-da baribir. Xudo xolasa hammasi uylansin, mazza ekan. Bu bola yolg'on gapirmaydi, uylanish mazza deyapti. Hushyor bo'linglar. Hammalaring pulda yangi chaqiraverdinglar. Mazza ekan. Shunaqa kulib yurasizlar ekan. Poshsholarda qolib yurar ekan akalaganning. Oltiariq baribir boshqacha go'sha deyman men. Oltiariqda yaxshi ko'raman. O'shaning uchun mana kelaman, uchib yurib kelaman. Osh sho'rvaladi yedik, mazza qilib mana hozir kuyov bola bilan endi birgalikda boshladik xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, kuzatib boryapsizlar, ko'ryapman. Like, podpiskalar uchun rahmat sizlarga.